100 ta 200 ta mol sig'adigan katta baza uyi bilan birga sotiladi. $100 dan $200 gacha, $200 dan $300 gacha bo'lgan semental buzoqlar uchun menga joy kerak, boqishga deganlarga joy topdim. 3 xonali katta uyi bor. Uyda hamma sharoit bor. Sanuzelgacha bor. 45 sotix yer maydoniga ega. Katta baza. Juda ham udobniy joyda. Chegaralarga 100, 200, 300 kilometr. Vashi bomba. Video oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Videoga bir like bosib, bu videoni Rossiyada arzimagan pulga buzoqcha olib, katta qilib O'zbekistonga, Tojikistonga olib kelaman deb yurgan tanishlaringizga borib qo'yinglar. Like bosib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Bosgan layklaringizga rozi bo'linglar. Bu videoni maksimalni tarqatinglar, yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga, hammaga. Bugun katta baza sotiladi. Bazani ko'rishlaringiz mumkin. O'zi 3 xonali uyi bor, tayyor. Keyin bazasi bor, katta zagoni bor, отдельный molxonalari bor ichida. Hamma sharoitlarga ega, juda ham qulay. Chiqib ketishga qulay, fura kelishiga, fura chiqishiga har tomonlama udobniy baza sotiladi. Bu bazani ko'p odam ko'rgan internetda. Altayskiy kraydagi brat, ya'ni qirg'iz bratimizni o'zi yashab o'tirgan, hozirgi kunda mol chiqarib o'tirgan baza sotiladi jigarlar. Juda ham kelishilgan narxlarda ko'rishlaringiz mumkin sharoitlarni. Ichkarida mol saqlash uchun отдельный xonalari, sirtda отдельный katta zagoni, 100 ta 200 ta mol sig'adigan. Agar buzoqcha olaman desanglar, даже 500 tagacha sig'adi desam ham bo'lardi. Hozirgi kunda mana shu yerda 100 ta buqacha turibdi, 100 ta buqacha. Buqacha deganim 6-7 oylik buqachalar turibdi inshaalloh. Juda ham kelishilgan narxlarda reklama qilishga yordam bering brat dedi. Mana sizga addushi yordam xudo xolasa. Bemalol sizlarga tavsiya qilaman. O'zim addushi tavsiya qilaman. Sababi sharoiti juda zo'r ekan, даже menikilar ham zo'r ekan. Hozir menda misol juda ham katta yer maydon bo'lgan bilan sharoit yo'q. Sharoitni qilish arafasidaman. Bunda tayyor sharoiti bilan birga sotiladi. Siz kelasiz, mollarni olib kelib bosaverasiz biznesda. Xo'p, ichini ko'rishlaringiz mumkin uyda. Tualet, unitaz, yuvinadigan vanna, sanuzel hamma narsalari bor. Kuxnyalari ozoda, remont qilingan даже. Xo'p, kir mashina, dushovoy hamma narsalari bor jigarlar. Yotish uchun отдельный komnatalar, spalni hamma sharoitlarga ega. Bemalol kelib 5 ta yashaysizlarmi, 10 ta yashaysizlarmi, juda ham zo'r. Hech qanaqa mol boqishga nima yo'q. Veterinar bilan juda aloqa zo'r. Shu yerdagi ichki qo'shnilar bilan aloqa juda ham zo'r. Men sizlarga addushi tavsiya qilaman. Narxini 2,5 million deyapti. 2,5 million kelishib chiroyli qilib beradi. Mashinaga barter ham bor brat dedi. Mashina uchun barter qilmoqchi bo'lsangiz ham bo'laveradi. Naqd pul xudo xolasa sotiladi mana shu joy. Juda ham chiroyli, hamma sharoitlarga ega.